10 odam ko'ryapsanmi? Ash odamga borsang pul beradi. O'zim borganim yo'tyapman. Bor olib kelgan. Sen bag'in nevaralar qatorlashding. Kim bu odam? Sendan qarz bor? Bo'lajak qaynatam bo'ladi. Abdurahim jo'natdi desang pul beradi. Bor olib kelgan. Pastkash bo'lmaydi. Nech pul berdi? $1000. Voy, paskuda. 1000 berdi xolosmi? Pastkuda qaynata emas, san ekansan pastkash. Ha, mayli, 1000 beribdi-yu, ketdi. Buni ham men berdim. Qaynatingdan pul so'rab yurma, qiynalib ishlayotganini ko'rmadingmi? Shunchadan beri nimani laqillab gaplashdinglar bo'lmasam? Pulni qaynatam bermadimmi? Boshlig'i qarigan yoshingizda og'ir mehnat qilar ekansiz-da. Bolajonim, biz o'rganib ketganmiz. Yoshligimdan shu temir teshak ichida katta bo'lganman. Katyol sotasizmi? Bolam shu best bowler degan katyolni biz chiqaramiz. Ular shu 100 kvadratdan 1 million, 1,5 million kvadratgacha istishaveradi. Lekin bu listni tushunadigan bo'lsang, to'rtli listda qilamiz, qalin. 1 yil garantiyasi ham bor. Kvadratingizni aytsangiz, bitta tanlang, olib borib berish bepul. Boshliqda yurmaysiz-da. Boshlig'i so'rashgani kelgandim. Shuncha ma'lumot oldim. Domlar quryapmiz. Domlarga olamiz albatta. Rahmat. Olmas akaning shuncha ma'lumot bo'ldi-ya. Do'stim, meni ko'zim ochdi. Kiyimim o'zim qilaman. 200 dollar olib qolaman, qolganida yetcha pulim bor qo'shib to'yga kiyim qilaman. Insof bergani rost bo'lsin. O'zin berganing qimmat bo'ladi va yoki bermasa hikmat bo'ladi.